O'g'iltoy. Labbi dedi. Boring, magazinga chiqib ikkita non olib keling. Xo'p. Qaytimiga nima qilay? Hech nima olmang qaytimiga, qaytarib olib keling, xo'pmi? Xo'p. Aka ikkita olib bering, keyin qaytimiga muhit olib bering, davlen olish ketyapti. Yosh bola davlen nima qiladi? Qanaqasidan? Yurtimnikida. Yo, non panu. Mana ikkita. Qani qaytimi? Chanqab ketdim, muhit olib bordim. O'g'iltoy. Labbi. Boring mana, 10 mingga ikkita non olib keling-a. Xo'p. O'tgan safar mana shuna holatda qaytimiga narsa olib bordi. To'xtang o'g'iltoy, baqa keling. Labbi. Olib kel pulni. Mana. Boring, bitta non olib keling yetadi. Boring. Xo'p. Qani non? Borsam non qolmabdi. Issiq 15 minutda keladi ishdi. Ha, o'sha yerda 15 minut kutib turib, rulini olib kelmadingizmi? Kutib turdim o'sha yerda issiq non kelguncha quritib so'rab. Keyin non keldi. Endi nonga pul bersangiz, yugurib borib olib kelaman. Hajiyan, tinchlikmi? To'g'ri uylab qo'ying. Bo'ldi. Jicha sabr qilgan, o'zim uylab qo'yaman. Sabr qila olmayapman-da. Tez uylanmasam bo'lmaydimi? Kimga uylanasan? Vashli farqi yo'q. Любойga. Ha, oldi 2 yosh bir-birini ko'rsin, ma'qul keladimi? Ha, keyin gaplashaveramiz. Ko'rishim shart emas. Uylanaman. Ho'kiz, sen o'zingni kim deb o'ylayapsan? Kamol So'ydarimisan sen? Senga farqi yo'q, sen qizga uylanaverasan. Qiz senga uylanadimi? Shu savol bor. Sunnatini bunday ko'rsat qizga. Mana, ko'rsin. Mana anaqa qara. Qiz menga kulib qaradi, aniq yoqdi. Ha, yoshlar bir-biriga kulib qaragan bo'lsa, demak ma'qul. O'g'lim Rossiyada pul jo'natsa, to'yni boshlayveramiz, xudo. O'g'lingizga ayting, tezda degan ilovadan kechib ketdi, plastikingizni pul tashlab olsin. Ertaga to'y. Vaqtim yo'q. Sharmanda. Ha, bu jiyan tug'ilib turganda raddumda doya jicha shoshilib turgan ekanding. O'shanga. Amaga qornimni to'yg'izdiring, ehson qiling. Hey valla, hamman chiq. 6 ta balam bor. Sen qorning to'yg'izaymi yo bular qornini to'yg'izaymi? Amaga bularni hammasi yosh bola ekan, ovqat yesa ham munchadan yeydi. Xotin! Ha? Bunisiga nima deysan? Bo'ldi, men sizni to'g'ri tushundim. Mana shuni olib qo'ying, ro'zg'orga ishlatasiz. Qani bu ro'zg'orga? Ha, brat, nima qilib turibsiz? Ertalabdan kechgacha taksi qilyapman. Bonusi ham yo'q. Ha, uyga 1-2 so'm ham orttirib bo'lmayapti. Aka, men sizga hozir shunaqangi zo'r taksi firmaga olib boraman. Akam o'zi sizga yo'l yo'riqlarni ko'rsatadi, o'sha yerda bo'yib ketadi. Yuring. Serios? Ha. Bu Startgo taksi kompaniyasi. Bizning komissiya 1%. Undan tashqari sassiq mashinangizni bir haftada bir marta Suxoy tumaniga qilib beramiz, bonus. Keyin bizga uylansangiz 20 ming so'm bonus beramiz. O'zingizga o'xshagan bitta so'l tamatni olib kelsangiz 30 ming so'm bonus beramiz. O'shaning uchun bizda ishlab qoling. Aka, arenterni yo'qotib qo'ymasligingiz uchun atrofga yaxshilab qarab oling. Ro'paramizda Media Park, mana yerda do'konimiz to'sib turgan turba turibdi. Yana nima kerak aka? Xotin kerak-a? Senga endi xotin ham topib beramanmi? Xo'jasi. Bori.